Do'stlar, birja shunaqa narsaki, sizlar bilmaydigan sekret, hech kim bilmaydigan sekretlarga to'la. Bu sirini ancha-muncha odam aytmaydi, shu sababli ko'pchilik slip qiladi. Точно 100% qatdan qaytishini hech kim aytmaydi. Shu sababli ko'pchilik minus qiladi. Buni kechalari uxlamasdan ustida ishlasalar, buni tagiga yetasizlar. Endi yaxshi kasbdan daromad olaman, harakat qilaman, 3-4 so'm topaman degan bo'lsalaring, ustida shug'ullaninglar. Men sizlarga yordam tarifasida hozir 3 ta narsaga amal qilinglar bo'ldi. Shu bilan sizlar natijaga erishasizlar. Grafitni ko'rishni o'rganinglar. Grafitni ko'rishni o'rganish qanaqa bo'ladi? Ochganlaringda eng pastdagi 1 minutlik bilan 1 kunlikni ochib farqlaylar. 1 kunlik selga ketishga harakat qilyaptimi? O'shani keyin 1 minutlikka kirib turib nima qilinglar, chizinglar. Harakat qilish kerak hayotda. Men qamagan usullar hammasi nimalari qolmadi. Oxiri bo'ldi, yig'ishtirdim, menga kerak emas bu degan narsani tushunganimdan keyin yig'ishtirib qo'ydim 3 kun. 3 kun yig'ishtirganimdan keyin miyamda o'sha narsalar qatdan qaytishlari hamma yo'q. Bu kelaverdi. Bo'ldi, ishlab olmaydi. Shuncha slip qildim, daromad ham qildim, slipda chiqdim baribir degan tushuncha bo'lardi miyada. Oxiri bitta narsani tushunib yetdim. Bu demak, bu imkoniyat berar ekan. Imkoniyat berganda ishlay olishni ham bilish kerak ekan. 100% ishlaydigan strategiya bor ekan. Men o'zim mana 28-martda shuni sinayapman. 28-martda sinab turib plyusda chiqdim. Ustida ishlanglar. 1 da, keyin 1 kunlik time frame'da. Ana shular qanday yo'nalishda qanday ketyapti. Yaxshi eko da yaxshi shug'ullansalaring, buni javobini topasizlar. Xullas, bo'g'ozam yig'ishtirib 1 hafta yig'ishtirib qo'ysalaring, bu o'ziga tortadi, magnet bo'lib tortadi. Mana mashina zaka olsang, mana shu yoqqa ketardi, mana yerda plyus bo'lardi, mana bu yerda foyda qilardi, mancha daromad qilardi degan narsa bo'laverardi. O'sha narsa magnet bo'lib tortgandan keyin o'sha miyalaring yana boshqacha ishlashni boshlaydi. O'shanda kirib umuman eski analizlarni hamma yoqda yig'ishtirib tashlab turib 1 kunlikda analiz qilinglar, 1 minutlikda o'sha tezroq yurgani hisobiga analizlaring tezroq natijasini ko'rasizlar. Daromad olishning siri shu. Katta time frame'lardagi nimalar 100% ishlaydi. Time frame'lar 100%. Katta time frame'da 1 minutda mashq qilasizlar. Katta time frame, misol bitta switch 1 kunlik bo'lsa, u har bittasini qachon 30 kunda 30 ta switch qayerga boradi. O'shani chizib turib, chizganlaringdan keyin 1 minutda 3 naqa grafitni topib turib, qayerga buriladi, qayerga boradi. O'shalar chizmalarni chizganlaringdan keyin
hech qanaqa chizma ham kerak bo'lmaydi, indikatorlar ham kerak bo'lmaydi. Уже sizlar tayyor bo'lasizlar, mashq qilasizlar keyin. O'sha bitta strategiyada bo'ldi, mashq qilaverasizlar. Ana endi sotib yuboramiz. Уже sotadigan joyi keldi. Jisha tevaga chiqadi, pastga tushib turib yo tevaga ketadi, yo bo'lmasa pastga tushib ketadi. Men shuncha joyda точно bilaman, 100%. O'shaning hisobiga mana shuncha joy bilganim meni foydaga keltiraveradi, olib chiqaveradi. Mana shuncha daromad menga yetadi. Yo tevaga ketib qoladi, yo pastga tushib ketadi, ashitda. Yo reski tushib ketadi, reski tevaga ketadi. Do'stlar, hammalaringga sog'-salomat, sog'lik tilayman, daromad tilayman. Endi hayotda bitta narsani kasb qilib topinglar. Hammaga xayr, dam olinglar.